Mercedes-Benz W211 doddasi e'lonimiz kelib qoldi. Mashinamiz 99% kraskalar top-toza, narxi ham zo'r. Mashinamizga profan gaz ballonli ustunovka qildirib qo'yilgan. Aynan mana shunaqa qora rangini qidirib yurgan akalarga bu videoni jo'natib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Bunaqasi rostiga ham juda ham kam. Motorimiz 2.4 motor, yillari 2003-yil, bor yo'g'i 200 ming kilometr masofani bosib o'tilgan. Okay. Bunaqasi rostiga ham sanoqli. Mana shu eshik tagida kichkinagina petnosini ko'rdik. Qolgan joylari bo'lsa absolyutni top-toza, bemalol xohlagan stillarni olib kelib, mashinamizni ko'rsatib olib, baragasini olib ketsanglar bo'ladi. Okay, salonni ko'rsa oldin videoga bitta like hozirdan bosib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Bosdingizmi? Obuna ham bo'lib qo'ying. Mana ishda podpisatsiya degan yozuv bor. Shuni bosib qo'yasiz. Okay? Ancha-muncha narxlarni arzon narxida qo'yamiz. Mana salonni bitta ko'ring. Okay? Holati rostiga ham bu mashinani tasvirlab berish ham o'zi bitta katta san'at asari, okay? Polnik o'sha salon, mana rullarni ko'ryapsizmi? Pullarni, okay? Xudo xolisa mashina olib haydashingiz uchun tayyor. Bu mashinani hammaga ham jo'natishingiz shart emas. Bu mashinani rostiga ham ishqibozlarga jo'natmasangiz bo'lmaydi. Chunki bu Mercedes uncha-muncha odam Mercedes deb o'tkazib yuboradi. Lekin, okay, buni rostiga ham o'zini tushunadigan odami bittada bariga qo'yadi, okay? Narx 12.800 dollardan ortdilar. Kelsanglar yana nimadir qilib pulidan o'tkazib bera olaman ukamni. Lekin qorasini, bunaqa sostavini hozirgi paytda topish sal qiyin. Ulgurib qoling, bunaqasini rostigasini topamiz. Agar sizga mana shu mashinamiz yoqqan bo'lsa, pastki nomerlarga bemalol telefon qiling, to'liqroq ma'lumot oling, keling, ishxonamizda turadi mashinamiz, kelib ko'rib olsangiz ham bo'ladi. Rahmat kattakon, joninglar sog' bo'lsin.